Azizlarim, aziz obunachilarim, men Silver Qulduga oldim. Bugun 17-may yakshanba. Mana garajim. Mana 4-qavatdagi xonadon, ana shotimlar orqasida 14-qavatda. Men nima demoqchiman? Velosiped qay darajada foydaliligini sizlarga ko'rsataman. Mana velosipedni olaman-da. Mana velosipedni olib bir kunni ko'tarib pastga, bu doimiy yoshlik. Sizlarga ayrim narsalarni ko'rsataman. Sizlar o'g'illar so'rayman. 9-may kuni ko'rsatuvimni 9 nimaga men doim aytaman, boshlashimdan avval qaysi kunga video qilayotganimni nimaga onlayn qilaman, bular birin ketmay joylar almashib ketib qolyapti. Hozir men sizlarga ayrim joylar ko'rsataman. Yana bir bugun aytaman 17-may yakshanba soat tushlik vaqti bo'lib qoldi. Bolakalar ko'chada Ismoil bobo velosipedni minib ko'chaga chiqadi. Mana nabiralari. Qalaysizlar? Ha? Havo salqin bo'lib qoldi. Hozir ana bolalar futbol salon bermoqchi. Elnur qalaysan? Sizmisan? Ko'risholmayman, qo'lim band. Rahmat. Sog' bo'linglar. Men sizlarga ko'rsatdim. Ha, yo'q, qaytarganman. Mana shirkatlar menga qancha qilganini ko'rsatay. Mana qarangda. Shirkatlarda mana erkak kishi bajaradigan shirkat, bizni shirkat qilgan mana nimalarni ko'ringlar, azizlarim. Mana doroshkalarni qarang. Ko'rsatdim hamma yo'qda. Endi sizlarga ayol kishi shirkat boshlig'ini ko'rsatgan deyarli bir kunda Sobirjon, yaxshimisiz? Qalaysiz? Bandman, video qilyapman. Yo'q, siz bas. Bir aylanib keling, gaplashamiz. Xo'p. Mana Nafisaxon Abdullayevani qilganini ko'ring. Men qarangda azizlarim. Men qarang. Ko'z quvonadi. Mana bir kunda bo'lgan deyarli. Ehtimol bir hafta nimasi bilan mana men ko'ringlarda mana doroshkani qarang. Mana ko'ring azizlarim. Mana maydonchalar va shiyponchalari bilan. Bu hali hech narsa bas. Hozir sizlarga bultur 25-yili mart oyida ko'cha tekishyapti mahallamizni. Ayollar yetakchisi Gulchehra Boltaboyeva video qilib tashagan. Mahallalar kanaliga juda zo'r ish qilayotganlarini. Mana yo'q lozim aslarda velosiped tepam. Velosiped minsam qachonki minsam temir otim chiqar mening qanotim. Qarab turinglar azizlarim. 77 yoshli chol boboydi velosipedda yurishini. Mana uni nima keragi bor mana? Moshina Ndaqasi yurib olyapti. Trotuarga o'tib olaman. Bugun yakshanba 23-maktab bu. Mana uyim ro'parasida. Nimaga shoshilyapman? Sizlar vaqtlaringizni tejash uchun, sizlarning vaqtlaringizni tejash uchun. Mana diqqat bilan kuzatinglar. Yana qaytaraman, takrorlayman. Bugun yakshanba. Shular bo'lib chiqamiz bu yoqqa. Ketdik, prokuraturaga to'g'ri o'taman bu yerdan. Oh. 23-maktab stadion mana yonboshimda. Qayerdaki 2000 dan ortiq yosh avlodimiz o'qiydi. Qancha kilometr tezlik ketayotganimga baho berib o'rasizlar. Bir qo'llab men olganman. Buni sizlarga 9-may kuni oldim. Bugun ketadi bu ham, xudo xolasa. Bugun 17-kun ketsa kerak. Mana azizlarim. Vayrongarchilik. Bekorga baqa yurmadim. Hali ertalab bir qator piyoda yurib keldim. Shu hozir ketayotgan yo'limni.
Bu yerda kezib keldim, yaqin 10 kilometr turib. Mana ozgina narsalar ko'rsataman. Farg'ona shahar prokuraturasi remont bo'lyapti. Kirgilini kechagi 13-may kuni men oldimga kelgan Umidjon Mamajonovning ofisi ham remont bo'lyapti. Kanechkada militsiyalarda ofisi. Ana bu kimlarda obod qiladi. Qurilish bilan band azizlarim mana. Ana video kameralar ko'rsatdim devorda turibdi ana. Ko'ryapsizlar. Gulchehra Boltaboyevning pahlavon ayol bor. Meni ko'tarib o'rgatib tashlagan bir vaqt. Ko'rgansizlar. Video qilayotganimda. Bultur mart oyida ko'cha tekatib video qilib mahallani o'zaro kanallari bor. Qanday zo'r ish qiladi. Hammaga sulab kelish paydo bo'lib qoldi mana. Yo'q edi mana mahallamiz idorasi mana. Ana bizim mahalla. Ana. Bultur mana bu sayxonlikka ko'cha tekishadi video qildi. Bultur. 25-yil. Mana uyalari ham o'shanda turibdi. Mana shu yerda ko'kargani. Mana shu yerda suv seroq ba'zilarim. Bu hali holva, hali sizlar bitta bog'ni ko'rsataman. Mayitlar ham obod edi. Ko'rdingizmi? Mayitlar qandaydir bir sayxonlik qilyapti tadbirkor. Suv bor. Mana kimlardir uydan cho'chigidan suv olib chiqib sugaryapti. Endi ro'param prokuraturaning bog'i. Hatta suv fontan bo'lib oqtilyapti. Elektr tekin, suv tekin, ishchilar tekin. Aylarga stullar qo'yib qo'yishibdi ana. Bir shunqor bitta ana Farg'ona shahar prokuraturasi bu. Ana remont boshlash yoribdi. Sherzodjon Mavlonov. Ularga nimalar topilaveradi. Mana teplisasi bularda uzuni 103 qadam, meni qadamda 13 qadamli. Mana remont bo'lyapti ekan. Hamma yerda eshik ochib qo'yibdi. Hozir men sizlarga bitta bog'ni ko'rsataman endi. Bog'ki o bog'da egasini ismini aytaman. Yaxshi yigit, ajoyib oiladan chiqqan yigit. Shavkatjon Alimov. Farg'onaning ishchilar yotoqxonasi bor edi. Bir vaqtlar men ishga kirganimda, aytdi, ularda onasi ismi nima? Munisa opa Rasulovna tarbiyachi, vaspitatelь edi. Uni 4 ta o'g'loni bor. 3 ta o'g'loni bilan yaxshi tanishman. Bahodir, Shavkatjon bu 3-chi yo 2-chi o'g'li. Erkinjon zavodda ishlagan. Shularda 72-yilda tug'ilgani. Mana militsiyalarda tayyorlab chiqaruvchi dargoh, Ichki ishlar vazirligini bir oy bitta chayka kinoteri bo'lardi. Hozir bitta O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademik litseyi bor. Men yoqqa o'tolori, sekin chap qo'ldan ehtiyot bo'lib ketaman. Ana azizlarim. Bu Marg'ilon ko'chasi. Hozir velosiped minishimi? Ya bu Farg'ona ko'chasi, uzr. Adashib ketdim. Farg'ona ko'chasi parallel. Nari ko'cha, nariyada qoldi. Marg'ilon ko'chasi, men yashayotgan joyasi. Ana uylar, dang'illama uylar qurilyapti. Sifatiga Xudo kafolat qilsin. Hammasi. Ataylab o'chirmayapmanki, onlayn ko'ringlar. Qanchada aylanib kelaman bitta video qilish uchun. Farg'ona ko'chasi.
Shavkatjon Munsapam o'g'li zo'r bog' qilgan. Hozir ko'rsataman. Qachon? 2009-yili men Moskvaga borib kelganimda u aytdi sayxonlik edi. 2010-yildan boshlab bog' qildi. Ajoyib bog' edi. Hozir hali ertalab piyoda o'tib ketsam qurib yotibdi. Bitta bu turgi ko'chalarni ko'rdik, qurib yotibdi. Ehtiyot bo'lib ketyapman, to'g'ri qizil. Mana ko'ryapsizlar. Ehtiyotkorlik davr talabi. Ogohlik davr talabi. Kecha piyoda kezyatib bir yerda ko'rib qoldim. Pelikanda bitta bog'chani peshtoqaga yozib qo'yibdi. Farg'ona viloyat prokuraturasi korrupsiyadan ehtiyot bo'ling deb ishonch telefonlarini qo'yib qo'yishibdi. Bizda korrupsiyaga o'rin yo'q deb shahar sudyalarini kiraverishi koridorida militsiyalarda peshnaso osib qo'ygan qo'rg'on militsiyalarda. Hatto telefon qiling korrupsiyaga berishlar bu berishdi. Dilmurod Azizxo'jayev la'nati. Bo'lishsan tvar odam bo'lmading. O'zingni bosh og'rig'ini nima qilasan? Shunga qilib kuzatib turibman seni har bir chiqishini. Dilmurod, sen la'natsan. Senga o'xshaganlar sanoqli xolos. Bittasini xonasi, bittasini Burgut laqabli kalamush. Sen Dilmurod, mana xo'jalardan nihoyatda tanishlarim ko'p. Ayniqsa Ortiqxo'ja Imomxo'ja degan qo'shiqchimiz bor edi. Juda ham katta hofiz edi. Ko'rdingmi? Xo'jalardansan, lekin diling ana xonasini dilidan battar seni diling. O'zingni nima olib chiqasan, nima qilyapsan? La'nati bir o'zingni bir ko'rsatginchi. Men aytdim, azizlarim 3 yil naryoqda, 4 yil naryoqda ko'l qilib baliqxona qilishdi. Albatta ko'mishib yana tadbirkorlar nima qilishmoqchi? Qurilish qiladimi, kim biladi? Hozir men mana Promzonaga qarab ketyapman. Ikkinchi damba bu. Ikkita damba orqali Kirgilidan yo'l bor. Bu janubiy damba. Bu o'rtada Kirgili ko'li bor. Ana, ko'ringlar. Qayerga ketyapman? Xudo to'zim bersin. Xudonazar Alloqulli domlani suhbatlariga telefon qilib ulana olmadim. Mana u avval birinchi suhbatni o'tkazdi telefon orqali. Telefon qilsam, o'sha onlayn chiqib fikrimni aytmoqchi edim. Band tushyapti domlani telefoni. Dastlabini 10 kun naryoqda bo'ldimi? Band tushyapti. Ko'ringlar. Tinchlik nima debdi? Tinchlik insoniyatning eng buyuk g'alabasidir. Lekin u g'alaba qani? Bizda bor g'alaba. Korrupsionerlar. Men aytdim, chuqurda ham to'g'ri kimdir mana o'ziga mana bilasizlar hozir haligi komissiyalar boshliq rahbarlarning qo'li uzun. Qayergadir qurilish qilib arendaga berib qo'yishadi. Aytib chuqurligida ko'rib turgan joylaring. Viloyat suv oqova idorasi nimagadir afishalarni olib qo'yishibdi. Oz qoldi. Nimada Surtepa mahallasida Surtepa mahallasining bitta ko'chasida Eminjonov degan domla yaqinda o'tdi. Uni 9 ta o'g'li bor. Ulardan biri o'g'li menimcha kenjatoyi bo'lsa kerak, Islomjon. Oyog'ini sho'xlik qilib poyezd tagida qolib, menimcha 2 oyog'imi yo bitta oyog'imi. Hozir u ham protez qilib olib, mana bu yerda tadbirkorlik qilyapti. Mana metan, benzin, propanda o'chirib yo'q, xayriyat.
Mana o'ng tomonim Sobir hojini bog'i. Mana bu Islomjon Eminjonov yerda tadbirkorlik qilib Zaporojye bormi? Yo'q, yengil mashina Zaporojye bor edi. O'sha yerda pastda metallolomlarda, temir tafsilarda mandaqa xilma-xil attraksion halinchaliklarda yasab yo'lda bo'yiga chiqarib qo'ygan. Mana ko'ringlar. Mana bolalar uchun do'rozalar, mana hammasi Islomjon Eminjonovniki. So'rilargacha. Assalomu alaykum. Hormang. Hali ham Islomjonniki bular hammasi? Islom bormi? Xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat. Bor ekan Islomjon. Lekin nolga kirgan hozir. Pastda akasi Isroiljon, undan kattasi ayta non sexida ishlaydi, Eminjonov. Endi mana bu Munsapam o'g'li Shavkatboy Alimovni bog'iga keldik azizlarim. Nechqadam mana qarang, mana qarang, mevali bog'. Mana hozir mana ko'ringlar kattaligini. Mana bu holi va bultur ham qiyg'os gullab bog' obod bo'lyapti. Nima bo'ldi Shavkatjon? Ha? Munsapam o'g'li bog'ziga bomba tushdi-yu. Bolajon. Somsa markazi to'g'riga Karbametga, chap qo'lga Fimpiziga, o'ng qo'lga Farg'onaga, orqadan mana Kirgildan kelyapman. Bu chorrahada mana bu yog'ida tadbirkorlar, bu yog'ida Somsa markazi. Mana bo'lsa bu yoqdan mana bog'ni ko'ringlar ahvolini. Nima bo'ldi bog'ga? Shunday mevali bog'. Hali 15 yil bo'lib bo'lmadi shu bog'ga. Mevalarga kirdi rosa. Aytmoqchi. Mana bitta tadbirkor devorlarni ham bitkazib Ostanovkaga nima qurmoqchi edi? Magazin devorlarni bitkazib mana bular mana bu dot. Nemislarda vaqtida keyin Albaniya hukumati bundaqalarga har 100 metrga qurtashadi atom yadro urushidan saqlanish uchun. Mana uni ham mana perimetrga zavodlarda atrofiga aylantirib qurishgan. Bitta bo'mishlar yotib ekan mana pastda. Hozirga bog'ni ko'rsataman. Oh. Shavkatjonning bog'i. Alimov Shavkatjon, Bahodirning ukasi, Erkinjonning akasi, Munsapamning o'g'li. Mana bog'ni qarang, azizlarim. Bog'da shunday bog', suv bor. Men aytayapman, suv bor. Mana archalarda zavodlar ekdi, azot zavodi ekdi, to'g'rirog'i velosipedimni yetib qo'yman-da. Tektor jonivor. Mana bog'da ahvolni qaranglar, azizlarim. Ha, Erkinjon, yo o'tindan katta foyda qilmoqchimisiz? Erkinjon devordim. Shavkatjon, o'ng qarang. Bat yaylov edi. 2009-yilgacha bat yaylov edi. Suv bor edi, bitta keyin kimlardir Makka joy nima ekishdi, shipiriga ekinlarni ekishdi. Mana ahvolni qaranglar, azizlarim. Nechta sananglar? Nechta? Men chamamda bir bordir bir 500 ta o'rik, xilma-xil mana. Bular endi o'lganning kundan bormikin mevasi? Aytmoqchi, kechagina men tug'ilgan kunim farzandimni uyga bordim. Kelganda isparagoriylari bor, shallagoriylari bor. Yo'q. Yil o'rikka nimagadir ko'z tegdimi? Mana azizlarim. Bu ham shallag'o'rik ekan. Mana ko'ryapsizlar. Shu bittadan hech kim kirgan yo'q. Mana O'rikzor qabristoni. O'rikzor qabristoni. Bitta o ikki keyin qo'ylar ham qilish bo'ladi. Uni Ravshanboyda ish boshqaruvchisi bor edi. Shavkatjonda ish boshqaruvchi Ravshanboy degan yigit o ikki qo'yxonalarni qurib olib, mana o Salvani yoniga
qo'ylarni qilib olib boqishib yuruvdi. Shundoq ko'z tegdi azizlarim. Mana shundaqa uyga borganimda ko'raman, necha minutlik bo'ldi. Hozir men mana bu ko'rinishdaman, sizlarga ko'rsatay o'zimni. Mana ko'zoynagim qora ko'zoynakdaman. Quyosh salqin tushdi. Shundoq azizlarim. Keling, sizlar shu yerda bir latifa aytib beraman sizlarga. Nasriddin apandi rosa avjiga chiqqan vaqtida podsho uni chaqirtirib aytibdi. Menga shunday masala qo'ygunchi, men bajara olmay qolay debdi. Bajara olmaydigan nima qilgan? Nasriddin apandi aytibdi. Podshohim, sen meni o'ldira olmaysan debdi. Podsho o'ylanib, o'ldirsam nima bo'ladi? Unda Nasriddin apandi tirik edi. O'ylanib nimadan taxtdan yumalab tushibdi, oxirga yetolmasdan. Nima demoqchiman azizlarim? G'ofur G'ulomda apandi o'lmaydigan bo'ldi degan ajoyib hikoyasi bor. Qanday qilib o'lmaydigan bo'lgan, lekin o'lmaydigan bo'lgan Nasriddin apandi bugungi kunda yo'q hayotda azizlarim. Nasriddin apandi bugun yo'q. Sharq yulduzi so'ndi, mushtum sindi, gazetalar ketagan joyga ketishdi. Nima demoqchiman? Qani Baxtiyor Ahmadjonovich Ismoilov viloyat prokurori, Sherzod Mavlonov vijdonlaring yo'l qo'ysa, men sizlarga vijdon bor degan ishonmayman. Qani qameylar Ismoil boboni? Mana xilma-xil. Yana bitta narsa esimga tushibdi azizlarim. Nima bor? Bosh prokuraturada Svetlana Boyjonovna Ortiqova xonim degan rus tili, o'zbek tilini bilimdoni, qonunlarni bilimdoni bir ayol ishlaydi. Go senatda, go matbuot kotibi, bosh prokuratura, hozir yana o'rinbosar menimcha. Unga Ozodlik radio stansiyasidan qachon bu Islom Abdug'anich Karimov davrida nima telefon qilsa, ketyapmish ki hozir. Alisher Siddiq ismli muxbir. Svetlana opa, mana bu palonchi nomini olsa, nimadir desa, "Yen Alisherjon, bizda siyosiy mahbuslar yo'qdir-da." Albatta siyosiy mahbuslar yo'q. Svetlanaxon Boyjonovna ularda avvalo jinoiy mahbus qilishadi. Mana oddiy misol. O'sha vaqtda siz nima? Siyosiy mahbuslar yo'q, siyosiy hibsxonalar yo'q degan vaqtingizda Islom Abdug'anich Karimovning jiyani ismi nima? Jamshid jiyani, Jamshid emas, ismi menimcha Jamshid Karimov qamoqda edi. Svetlanaxon, keyin siz nima ham chiqardingiz? Toshkent televizion odil sudlov qilib, mana hozir odil sudlovingiz ham yo'q. Nima bo'ldi? Odil sudlovga birov ishonmay qo'ydi-da. Nimagaki u uyushgan bu. Siz ssenariy degani bu yozma. Qo'lbola. Odil sudlovlar yo'qligi uchun mana birov ko'rmay qo'ydi, odil sudlov yo'q. Lekin federalniy sudya osilib turibdi. Mana bu sud prisyajnini ko'ring Svetlanaxon. Siz mana bu prokurorlar bilan advokatlari qanaqa? Lekin Mavlonov vijdoni qiynalmay aldaydi. Ko'zimga tik boqqan yo'q ikkinchisida. Avvalgisida ham tik boqqan yo'q edi. 20-iyun 23-yilda ham tik boqmadi. Mana shu ko'zim aqabaqa qarab, mayli tog'a qachon borsangiz kirsangiz gaplashaveramiz dedi. 23-yili, 20-iyun seshanba kuni. O'g'limni keyin qatl qilishdi o'g'limni. Barmog'imni sindirishdi, izlashmaydi. Kallam ko'rib ketganlar mana kechagida dekabr oyida eslab, yana qaysi dekabr? Dekabrda oyini bekorga istamayapman. Qarang, orada nimani, masofani qarang. Men birinchi xatimni viloyat prokuraturasiga mana menga qilingan tazyiqlar haqida 18-dekabr kuni, 5-noyabr kuni kiritganman. 5-noyabr kuni 98-yili. Birinchi bo'lib nimaga yozganman? Adliya vaziri Mirsapoyevga battelarda nima deb yozganman? Quloq solinglar azizlarim. Bu undan o'sha vaqtda mana Fayzulla Qilichevning kitobini o'qib qolib, haliga hayot va qonundan topib uni bunday qilib yozganman. Oktyabr oyining oxirida yozdim. U ham Batay viloyat prokurori bilan teppa-teng bo'lgan. Batay viloyat prokuraturasiga 5-noyabr kuni kiritganman. Ikki arizdamdan bitta. Janoblar, mana o'g'limni qamoqqa tayyorgarlik ko'rishyapti. Tergov vaqtida yozganman azizlarim.
poraxo'rlar mendan pora olish niyatidaman. Lekin men poraga beradigan pulim yo'q. Bo'lganda ham bermasdim, chunki poraxo'rlar haromxo'rlardir. Haromxo'rlar odam emas, maxluq deb. Bitta Bahodir Toyjonovga kiritdim. Pochta orqali Mirsapoyevga jo'natdim. Fayzulla Qilichov orqali. Bitta to'g'ridan-to'g'ri prokuraturaga olib ketdim. Battan ham keldi. Nimaga? Adolatli hal qilib mana arizamni, mana bu hozirgi mazmundagi arizamni sud bo'lgan yo'q edi. Sud bo'lgan yo'q edi o'g'lim, to'ng'ich o'g'lim. Bu tayib qo'liga tushdi mana ma'nodagi arizam. Attan ham xuddi sud bo'lmasdan turib, atta Adliya vazirligidan ham kelib tushdi bu tayiblar. Haromxo'rlar deydigan sanmisan deb shundan beri. Ay kelgan bo'lsa, meni boshimga eng katta qora kunni solgan mana bu ichki ishlar vazirligidagi uyushgan jinoyatchilikka, korrupsiyaga qarshi kurash bo'limining boshlig'i 16-fevral dushanba kuni yana sizlarga aytaman, Lutfulla Abdullayev aytgan. Ey uka chiqmagin. Nimaga? Piketga, Mutabar Tojiboyev ikkomiz oldimizda. Men qator militsiyalarni jo'nataman, ham yagona qilib beraman. Yo'q, men ataylab keldim, chiqaman aka. Bo'lmasam unutmagin meni gapimni. Uni o'ynashmagin arbob bilan harbob bilan. Menga haligi Nodirjon ismli fuqarolik kimidagi kuzatib qo'ydi-da, o'zi telefonda olib bu yoqqa Toshxo'jayev Aminjonga telefon qildi. Ma'murjon Toshpo'latov ikkalasiga. Qanday qilib har bob bilan urushni o'rgatib. Undan keyin shu bilan hayot shunaqa. Undagi azizlarim, qani Baxtiyorjon Islomov nimalar deyishtirasizlar? Mavlonov, siz ichki ishlar, Umid Mamajonov nimalar deyishtirasizlar, ha? Qo'llardan keladi mana qamash. Mana bitta xonasi sizlarga doim sizlar tomonda. Doim aytib turibdi, olqishlar viloyat sudyalariga deb. Endi senga navbat deyapti. Meni sobiq ustozim hozirda qanday qilib qamalmaslikni maslahat qilib o'rgatyapti mana Shuhrat Esonovga, Mutabar Tojiboyeva. Blogerlik qilib yuribdi-yu, Shuhrat Esonov qanaqa qilib qamalmasdan yuribdi. O'zini hamkasbini, tengdoshini qamatdi. Elyor Tojiboyevni. Shuhrat Esonov qamatdi. Ko'rdilaring. Oilamga unaqa qildi, o'yla oilamga bunaqa qildi. Oilangga qilgan bo'lsa nima bo'pti? Yigitchilik, kengchilikda og'zingga bir shapala urgan bo'lsa urgandir. To'g'ri, orqadan quvib yurib video qilganlardan. Uni Mutabar Tojiboyeva hozir bashorat qilib yotibdi unga hali. Nima dedi? Nima SMS qilib jo'natibdi. Otabek Hamidov qamaldi. Hamma To'laganov qamaladi, Jahongir To'laganov. Hammasini Parijda yashab turib qatdan bilyapti Mutabar Tojiboyev. Shunisiga mana bo'lsa endi og'ziga o'zi tirigicha chiriyapti. Menga yozyapti-da endi. Qo'yaverasizlar. Nomimni tilingga olma, sen unaqasan, sen bunaqasan, lekin qamalasan deb hali bashorat qilgan yo'q menga Mutabar Tojiboyeva. Qanchalik bo'ldi ekan? Endi video 28 minutmi? Ko'zoynak ko'rmayapman azizlarim. Aytmoqchi ko'zoynagim ham bor. Hozir men ko'zoynagimni olib bir yo'la tochka qo'yaman, necha minutligini. Men onlayn uydan chiqib, mana ko'zoynagim shu yerda ekan. Oho, ko'rdingizmi? 28 minut 49. Mana hozir 30 minutga o'tkazib qo'yib, mana shunaqa azizlarim, like bosinglar, like bosinglar. Qaysi bir mana Jahongir To'laganov yoki Olimjon To'xtanazarov mana bir blogerlar, Olimjon Sulaymonov qamalganmi? U ham uyqamog'ida menga o'xshab. Kim qoldi? Prezident kimi? Yuragi o't yoqib olg'a derzaydi desa, ularning hammasi mana birinchi prezident aytgan edi. Elimda yurtimda yashash kerak. Elimda yurtib yashashganlar moqchi bo'lganlarda mana Surat aka Ikromov, Yelena Urlayeva, Tolibjon Yoqubovning familiyasi, Gulchehra opa Nurillayeva, yana qanchadan qancha elimda yurtib yoniganlarni umrini qisqartirishdi. Turli xil bu ta'ziylar bilan. Bugun Shavkat Miromonov aytyapti, blogerlar orqalarida turibman deyapti. Buni teskarishini qilib, blogerlar hammasini qo'pol qilib aytaveradi. Endi azizlarim, bu xalqimizdan so'z, bundan hech qanday qiyiqligi yo'q. Enasini uch ko'rgandan ko'rsatishyapti. Kimlar? Yana mana qamab qo'yishib, mana u qizimizni
20 yoshlik 16 yoshga kirgan Marjonami ish quvvat va kim jabrlanganlar ariza yozinglar deyapti. Mana oddiy Sirojiddin mediani ham avval qamashib olib endi kontrakt. Lekin qamashga arzidimi azizlarim? Qamashga arzidimi Shavkat Miromonovich? Sizni chaqiringizga labba deb siz aytyapsiz. Yondiringlar deyapsiz. Nimalar qilishmayapti Shavkat Miromonovich? Mana sudyalarda qarang. Hech qanday qo'rqmasdan, vijdoni qiynalmasdan, yolg'onlarni yolg'onini hammasini aytyapman sizlarga. Sog' bo'linglar, 30 minut bo'lib qoldi endi. Bugungi yakshanba ko'rsatuvim. Omon bo'linglar hammalaring. Hammalaringni yaxshi ko'raman. To'g'ri 30 dan oshib ketdi, 31 ga yetib qolibdi. O'chiraman. Azizlarim, bugun ikkinchi videoni qilyapman. Yodlaringda bo'lsa, Nasriddin apani haqida bitta film bor. Bosh rolda, afandi rolda Rossiya artisti Lev Svetlin o'ynagan. Bu urush vaqti olingan bo'lsa, bitta boy Obid Jalilov mashhur artistimiz bordi, kino artistimiz, o'sha nimani rolini o'ynagan. Boy rolini. Boy ko'lda odamlardan tortib olib, odamlarda chelaklab o'lchab beradigan qilganda Nasriddin apandi qaytarib olib beradi shu nimadan, Lev Svetlin, Obid Jalilovdan boydan qaytarib. Mana ko'lda qarang. Men sizlarga hozir ko'rsatdim, bugun qayerdadir qurib yotibdi bog'lar. Men yerda suv demagan endi bitta tadbirkor mana Balog'ovga kelishdi, o'nakka. Mana shuni sizlarga aytmoqchiman. Keyin yana azizlarim, nimada qarangda, Rossiya qanday ulkan davlat. Rossiya ulkan davlat. Shu Rossiyada bir go'dak qishloqqa bobomga deb xat yozdi. Xatni butun dunyo o'qidi, butun dunyoga keyinchalik. Lekin bizni kichkina davlat Rossiyani oldida biz davlatimiz yaqin 300 barobar qancha? Shuncha 300 barobar bo'lsa kerak. Kichkina davlatda xalqimiz 10 barobar, 5 barobar oz, shunaqami? Shunday davlatda prezidentga murojaat qilganimiz murojaatga yetmayapti-da. Shu o'rinda Shavkat Miromonovichga aytmoqchimanki, hurmatli janob prezident, siz bir vaqtlar haqiqat vaksinasi haqida qaniydi bo'ldi. Haqiqat vaksinasi allaqachon chiqarib qo'ygan. Sizning xabaringiz yo'q ekan, Shavkat Miromonovich, uzr. Shuni men aytaman, haqiqat vaksinasi emas, haqiqat detektori. Detektor uni LJ deydi. Unda hammasini o'tkazing-da mana. O'sha detektordan o'tkazib ishga qo'ying hammasini. Hech qanaqa vaksinani keragi yo'q. Mana bular birortasi agar ana sinov testlardan o'ta olarmikin, hurmatli prezident? Mana shuni sizga aytmoqchiman. Qarang, aldov ustiga aldov. Sizni shuncha xitoblaringiz, siz shuncha undovlaringiz, da'vat qilishlaringiz, hayqirishlaringiz quloqqa yetib bormayapti, ular yuragiga yetib bormayapti, hurmatli prezident. Axir tokagacha bu. Men yana aytaman, hurmatli prezident. 2 farzandimni o'ldirishdi. Korrupsionerlar. Ota-onam boshiga ma'lumot toshlari yog'dirishdi dastlabki yillari. 2 farzandimni to'lanmaydigan mana shu Yangi yil arafasida, Yangi yildan keyin yanvar oyida 2 farzandim boyligiga 4 million 200 mingdan ana o zavodda injener bo'lib ishlaydigan o'g'limga hattoki yana mana bu Kamoliddin Rahimov nomli tergov sudyasi yana aytdi, uydan chiqqan bitta qandaydir haligi dekorativniy nimaga bitta uchun yana million. Axir tokagacha Shavkat Miromonovich, toka qachon sizga yetib boradi? Ismoil Mallaboyevni doda mani o'ldirishlarni kutyapsiz, hurmatli prezident. Qilayotgan qabiqliklarini chegarasi yo'q. Qabiqliklarini. Men dekabr oyida birinchi o'sha yozganman. Sizlarni ham aytyapman. 18 dekabrda menga qilgan qabiqliklarini uchastkovoy Isoqov Toyirda qilgan qabiqligini, cho'ntagiga nashlamoqchi bo'lganligini, menga qotillikni bo'ynimga ilmoqchi bo'lganligini 18 dekabr 98-yilda kiritganman. Undan avval 5-noyabrda kiritganman o'g'limga qabiqlik uyushtirishayotganlar haqida. Mana endi kechagiday 25-yilni 16-dekabr kuni yana uyimga kelib la'natlar deb yurtmasi bilan meni urushib ketdi, lekin birov qidirishmayapti. Qidirishdi o'rniga o'zimga 16-dekabr 6 kun o'tkazib, dushanba kuni 22-dekabrda ukol bilan tirishib olib borib sud qildi mana bu qallop sudya.
Axir yolg'on ustiga yolg'on. Mana tuhmatchini bu umidi turib bular kimgadir mana ko'ryapsiz, qayerga xonasa pes marazlarga topshirib berishadi, keyin Xudnazar Alloh qilib degan batta taqib-tazkilar ostida uyushtirishyapti qayerda qallobliklarni, la'natliklarni, qabihlik, murtadliklarni uyushtiryapti. Qachongacha axir Shavkat Miromonovich? Hech bir mana yerda sayxonlik, mana shu yerda mana yerda qarang, ana suvam ozayib qolibdi. Charchada kunlar mana nima biz uchun Qora dengiz, kirgiliklar uchun shet qora. Mana o'zerani, mana hozir baliqxonani ko'rsatdim. Bu narigi ham baliqxona, bu ham bir vaqtlar mana yerdagi kirgilik sanoat zonasi deydi. Kirgildagi zavodlar son sanoq, mana azot zavodi, kimyoviy tolalar zavodi, azot neft qayta ishlash zavodi, yana hokazoda ishlovchi minglab, 10 minglab aholi hech yoqqa bormasdan mana shu Kirgili ko'li deb ayt. Bilmadim. Uzunligi 1,5 kilometr, eniga 250 metrlik hisoblayverasizlar. Mana shu ko'lda odamlar hozir yo'q, bir qarich bo'sh joy yo'q, bolalar cho'miladigan joy. Pulga hammani ham pulliklar ham tiqilish bo'lib ketadi. Mana bugun sizlarga hurmatli prezident, sizga haqni dodi yetib bormasa juda qiyin. Juda qiyin. Mana butun ma'lumot toshlarini sizga otishyapti. Qayerga borsiz, chet elga borsiz, mana ma'lumot toshlarini sizga otishyapti. Yevropa davlatlariga boryapsiz, Amerikaga boryapsiz. Axir Tokaygacha. Mana turbani ko'ryapsizlar. Shu hozirgi balxonaga turba tortib ketgan, shunaqasiga tortib ketishgan turbani. Mana suv oz. Yo'g'i. Mana tepada prokuratura. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar azizlarim. Sog' bo'linglar. Hozir odam to'ladi, keyin ertalab piyoda kelganimda hech kim yo'q edi.